Assalomu alaykum. Dasturxon TV telekanalining navbatdagi daqiqalari Fresh News informatsion dasturi bilan davom etadi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda Toshkent va uning atrofidagi yashil hududlarni 3 karra ko'paytirib 25 ming gektarga yetkaziladi. Samarqandda qonunbuzarlar tabiatga 137 milliard so'mdan ortiq zarar yetkazdi. Hujumchi o'limdan qutulib qoldi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Prezidentga poytaxt hududini 3 ta konservatsiya, rekonstruksiya va renovatsiya zonalariga ajratish va ulardagi rejalar haqida axborot berildi. Shavkat Mirziyoyev 14-may kuni Toshkent shahrida rejalashtirilgan renovatsiya va investitsiya loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 24-dekabrdagi qarori bilan Toshkent shahrining 2045-yilgacha bo'lgan davriga mo'ljallangan bosh rejasi tasdiqlangan edi. Bosh rejaga ko'ra poytaxt hududi 3 ta konservatsiya, rekonstruksiya va renovatsiya zonalariga ajratilgan. Qayd etilganidek, bosh rejada 300 dan ortiq renovatsiya manzili belgilangan. 2025-2026 yillarga mo'ljallangan birinchi bosqichda 65 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Bu orqali mazkur hududlar funksional jihatdan boyitiladi, aholi uchun sharoitlar yaxshilanadi, atrof obodonlashtiriladi. Natijada eski va zamonaviy mavzelar orasidagi tafovut bosqichma-bosqich qisqartirib boriladi hamda ular o'zaro uyg'unlashtiriladi. Binolar kam maydonda qurilib, mavjud daraxtlar saqlab qolinadi va yangi yashil hududlar barpo etiladi. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida tabiatni muhofaza qilish sohasida jiddiy qonunbuzarlik holati aniqlandi. Hodisa Oqdaryo daryosining maxsus muhofaza etiladigan hududida ro'y bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur hududda faoliyat yurituvchi fermer xo'jaliklaridan biri vakillari noqonuniy ravishda qum shag'al aralashmasi qazib olgan. Bu esa atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatib, tabiiy muhitning zararlanishiga olib kelgan. Mutasaddilarning bahosiga ko'ra, mazkur qonunbuzarlik oqibatida tabiatga yetkazilgan zarar miqdori 137 milliard 472 million 400 ming so'mni tashkil etgan. Ayni paytda bu ish yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Qonun buzgan shaxslarga nisbatan tegishli choralar ko'rilishi kutilmoqda. Xorazm viloyatining Yangiariq, Andijon viloyatining Ulug'nor, Buxoro viloyatining Buxoro tumani va Toshkent viloyatining Bekobod shaharlarida gaz va elektrdan noqonuniy foydalanildi. Ma'lum qilinishicha, Yangiariq tumanida joylashgan GT mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli metan gaz quyish shahobchasi tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib kelgan. Xususan, shahobchaning toraytiruvchi qurilma kamerasiga o'rnatilgan plomba buzilgan. Ushbu qoidabuzarlik natijasida gaz ta'minoti korxonasiga 505,8 million so'mlik zarar yetkazilgan. Shuningdek, Ulug'nor tumanida oilaviy nodavlat bog'cha mas'ul shaxslari tijorat maqsadida umumiy foydalanishdagi tabiiy gaz tarmog'iga o'z boshimchalik bilan ulanib, 226 million so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Clean Vision kompaniyasi 80 soniyada mashinadan samolyotga aylana oladigan yangi avlod uchar avtomobili Aircar 2 ning seriyali nusxasini ommaga taqdim etdi. Aircar 2 nafaqat dizayni bilan, balki funksionalligi bilan ham e'tiborni tortmoqda. U avtomobil yo'llarida harakatlana oladi. Kerakli vaqtda esa qanotlarini yoyib, qisqa vaqt ichida osmonga ko'tarilishi mumkin. Qurilma atiga 80 soniya ichida to'liq samolyot rejimiga o'tadi. Transportning eng yuqori tezligi soatiga 250 kilometrni, parvoz masofasi esa taxminan 1000 kilometrni tashkil etadi. Yoqilg'i sifatida oddiy benzin ishlatiladi. Transportning narxi taxminan $800,000 dan $1 million gacha bo'lishi mumkin. Seriyali ishlab chiqarish 2026-yilda yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Angliya Premier Ligasining avvalgi turida Nottingham Forest hujumchisi Tayvo Avoni Leicester City bilan bo'lgan o'yinda darvoza ustuniga urilishi oqibatida og'ir jarohat olgan. Futbolchi bu voqeadan keyin qorin qismidan zudlik bilan operatsiya qilindi. Hayoti xavf ostida qolayotgani uchun Tayvo shifokorlar nazoratida sun'iy komaga tushirildi. Bir sutkadan ko'proq hushsiz qolgan bemor nihoyat komadan chiqdi. Daily Mail nashrining ma'lum qilishicha, Tayvo Avoni ayni paytda shifoxonada qolmoqda. Oila a'zolari uning yonida. Bemorning ahvoli
yaxshilana boshlagan va uning hayotiga endi hech narsa xavf solayotgani yo'q. Shunga qaramay, nigeriyalik hujumchining qachon maydonga qaytishi yoki futbolchilik faoliyatini to'xtatishi haqida hozircha hech qanday ma'lumot berilmadi. Xitoyda og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazilmoqda. Erkaklar o'rtasida 109 kg-gacha vaznda Akbar Jo'rayev, Sharofiddin Amriddinovlar muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Akbar Jo'rayev dast ko'tarishda 183, siltab ko'tarishda 223 va 2 kurash yakuniga ko'ra jami 406 kg natija qayd etgan holda 3 ta oltin medalga ega chiqdi. Sharofiddin Amriddinov esa dast ko'tarishda 181, siltab ko'tarishda 214 va 2 kurash hisobiga ko'ra 395 kg natija bilan 3 ta kumush medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek, musobaqada Tursunoy Jabbor va o'z vazn toifasida dast ko'tarishda 108 kg og'irlikdagi toshni bo'ysundirib, bronza medaliga sazovor bo'ldi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, oldinda ob-havo ma'lumotlari. Salomat bo'ling.